hay bor tovog'im kel tovog'im, ha bormasang kelmasang o'rtada sin tovog'im degan gaplar bor. Ha qudachilik ming yilchilik deyishadi, aylanib ketadi. Ha ming yilchilik bo'lsin desa berganiga yarasha qaytaradi-da. Bergan matahini qara. Oldi berdimi yo'q qilsa yaxshi bo'lar edi. Oldi berdi yaxshi emas. Bo'ldi opa, qo'ysangchi. Ko'rdim to'y qilganingizda qanaqa oldi berdi deganingizni. Orzu havas qattiq qoladi. Endi uni betaychi. Ne etmas ekanman. Mana qarang-da, Said opa. Bir xil kiyinib kelamiz deb anchadan beri kelishib oldik-da. O'zlari uzun atlaslarni kiydirib, mana bunaqa kalta kiyamiz deb aldab kelganingizni qarang. Mana. Sizga aytdim-ku. Nima qora atlasingizni kiyib oling dedim-ku. Men yaxshi salom berdimmi? Said opa. Hammadan zo'r Mavludaxon salom qildilar. Endi ozgina bellari anaqa qo'ygan baribir. Eng chiroyli kiyinib, kechirib qo'yasiz. Bizni kelin yaxshi salom berdi. O'ynalib ketdi, qotirdi. Ichar o'rniga qo'ygan men bo'ldim hamma narsani. O'zichi bitta shunaqa amma bo'lsa-chi, bo'ldi bir hamma yoqda ammali janjal qiladi. Voy kechirib qo'yasiz. 10 ta holatdan bitta amma yaxshi, ha? Ammasi-yu, ammasi. Bo'ldi. Bitta hammasini bekorga aytishmagan o'zini. Hay, bo'ldi bakalar, Mavludaning hay, ammasi. Voy bugun bayram, Halima. Boshla-ya, bugun bayram ekan. Voy bayram bugun. Assalomu alaykum TVM kanalining muxlislari. Kulgu, hazil, mutoyiba shinavandalari. Bugun 8-mart Xalqaro xotin-qizlar bayrami. Shu munosabat bilan hammanglarni bayram bilan chin qalbimdan tabriklayman. Gap shundaki, TVM kanalida tarixiy voqea, yangi loyiha, to'ylar muborak, ya'ni to'nlar muborak ko'rsatuvi ayollar ishtirokida bo'lib o'tadi. Nimaga ayollar ishtirokida, nimaga to'nlar muborak ko'rsatuvi ekranga chiqayotganini ko'rsatuv davomida bilib olasizlar. Ko'rsatuvimiz ishtirokchilarini tanishtirishimiz shart emas. Mana Said opam hammani chiroyli qilib tanishtirib olib chiqdilar. Endi bugungi yig'ilishimizdan maqsad o'rtoqlar. Bayram deb bo'lsin. Xushchaqchaqlik bilan o'zini xursand qilib o'tiringlar, opalar. Shu 8-mart kim o'ylab topgan degan narsaga oydinlik kiritib olsak, opalar. Shu narsaga bitta javob eshitdi o'zi sizlarda. Rahmat. O'zichi men shunaqa xursandman bo'ldi opa. Har dam 8-martda ham hamma erkak san'atkor chiqib olib o'tirishar. Mana shu kun bizga ham kelibdi-ku, o'zimiz bayramimizni o'zimizdan chiqargan. Bag'rimizga shamol tegdi. Erkaklar chiqib o'tirgani qiziqda, o'zim o'rgilib ketay, boshqacha bo'ladi. Endi Halimaxon 8-martda kim o'ylab topganini menga qizig'i yo'q. Menga shu sovg'asini qizig'i bor, sovg'a olsam bo'ldi. 8-martda meni fikrim bo'yicha kim o'ylab topgan, buni ayollar o'ziga o'zi o'ylab topgan. O'tirib zerikishdan qiladigan ishi bo'lmasdan bayram qilaylik degan. Bizga o'xshab yig'ilib osh pishirib bayram qilishgan. Zerikkan kunimiz bayram bo'ladi bizani. To'g'ri. Javobinglar hammanglarniki noto'g'ri. Endi eshitinglar javob, aniq javobni. Gul sotuvchilar o'ylab topgan. Guli qolib ketgan 7-mart kuni, 8-mart kuni bugun ayollar bayrami. Hamma gulini sotgandan keyin shu bayram rivojlanib ketgan butun dunyo bo'yicha. Said opa, siz qanaqa o'tkazyapsiz bayramlarni? Qanaqa bo'lardi? To'g'risini aytsam, syomka, teatr, ish, yugur bilan bayram ham esimdan chiqadi. Bayram kuni har kun ishlayman. Syomka jarayonlaridagi bo'lgan voqealardan, qiziqarli voqealardan aytsanglar. Choyga qarab oring, choyga. So'nmas orzuvlar ko'rsatuvida bayram sonini syomkaga olayotgan edik. Keyin ismi nima edi oti? Ishqilib Alisher degan qo'shiqchi. Syomka qilib gapiryapmiz, haligi savollar beryapmiz, javoblar beryapti. Har gapini orasida opa oyoq tomonni olmaydimi deb so'raydi mendan. Aytdimki, bunday qaramata yana gapiring, qachon tug'ilgansiz, nechinchi yili, nimaga, qachon anaqaga borgansiz deb so'rayapman. Har gapida opa oyoq tomon olinmaydi dedim. Oyoq tomon dedim. Keyin yozib olgan, to'xtab turing dedim. Savollarga javob berib olasiz deyapman-da, yana gapiryapti. Oxiri syomka tugagandan keyin nima edi? Oyoq tomon deysiz. Bo'ldi, endi gapiring desam, opa, syomka payti faqat meni oyog'im bosib turdingiz dedi.
bundan 13 yil avval homiladorlik paytimda Chimildiq spektaklida kelinni o'ynayapman. Kuyovni Abdurahim Abduvahobov o'ynayapti. 6 oylik homilam bor. Bir payt kelinni dars ko'tarib Chimildiqni ichiga olib kirib ketadi, ya'ni kulisning orqasiga. Kulisning orqasiga o'tgandan keyin aktyorlar bir-birimiz bilan albatta hazillashamiz. Abdurahim aka meni ko'tarib qiynab qo'ymadimi, yo'q deb qiynalib yurib, meni endi og'irlashib ketgan ekan, men deb zo'rg'a ko'tarib, tiyinlab, pishilib sahnani orqasiga o'tib, endi sekin qo'ying deb sekin tushiryapsa, Hoji Akbar aka bilan hazillashib, "Ha, o'g'lim, bu olib bergan xotindan minnatdormisiz? Ko'yingiz to'ldimi?" desa, "Yo, dada, qanaqa xotin olib berdingiz menga? Qo'lida bolasi bor ekan-ku." Studentlik davrida bir narsa esimga tushib ketdi. Bizning darsligimiz bor, xosiyat. O'sha masterство aktyor degan darsligimizda etyud so'zsiz harakat qilib berishimiz kerak-ku. Endi 4 tadan har bir studentga 4 tadan uy vazifasi topshirilgan edi. Hech narsa qilib kelmagan emas, dangasaroqman, lekin joyida nima qilishni yaxshi ko'raman, hamma narsa o'sha joyida paydo bo'lishi. Keyin qani Dilfuza dedi, bermaytmi shundan bizning domlamiz, "Voy, nima qilaman" dedim. Qo'rqib ketyapman-da. Qani bo'ldi, xo'p dedim-da, shunday narsa bir narsa esimga tushdi-da, shap turdim-da. Ha, bugun dars tayyorlab keldi-da, xursand bo'lyapman. Shunday o'tirdim-da. Taburetga shunday o'tirib, bundoq qarab oldim ularga, qarab olib. Juda ham ko'p, bir 15 minut, 20 minutcha u qarab nima ekan hozir. Dedim, Hoshotdachi Nilufar yordam berishib orasizlar-da, o'rtoqlarim yordam berishgan. Keyin qarashib o'rgan, uni chaqirdim Nilufar mana o'rtog'im. Xosiyatga qidir tushib ketdi. Hay, nimani yo'qotib qo'ydi? Qidir. Nima edi o'zi? Nima? Mana shuna. Voy uka, siz qarashib, Alisher san ham qarashib o'rgan dedim. Qidir narsa yo'qoldi, narsa tushib ketdi. Qidir. Mana teglarni qarang. Gapirmaydi, nima edi harakat. Nimaligini aytib. Voy, dedim, sizlar ham charchadinglar. Voy, dedim-da, bo'pti dedim. Yana bor dedim-da, algini zochkamni oldim-da, yana ham naqib o'tirdim. Keyin meni o'sha yerda bermay topa zararsi chiqib ketdi. Shunaqa voqealar juda ham ko'p bo'lgan. Şaşırma, özgür yorga asılma. İlk sevgi serabını ortasında yakılma. İlk sevgi serabını ortasında yakılma. Yarışma nazları, şahit ol nazları. Yarışma nazları, şahit ol nazları. Aşk değil aşkma, kılma kılasız. Şirin kılaman, maşuda giregiyman. Bilaman, sağında sabırlaman. Erdin şirin kılaman, maşuda giregiyman. Sağında sensin beni, seversen gülsün beni. Sağında sensin beni, seversen gülsün beni. Beni geçir sevgime, deyip kucak sensin beni. Beni geçir sevgime, deyip kucak sensin beni. Bilaman, sağında sabırlaman. Erdin şirin kılaman, maşuda giregiyman. Bilaman, sağında sabırlaman. Erdin şirin kılaman, maşuda giregiyman.
sog'inmasam bilaman man shunday keragingman bilaman sog'inmasam bilaman man shunday keragingman bilaman sog'inmasam bilaman darding shirin qilaman man shunday keragingman bilaman sog'inmasam bilaman darding shirin qilaman man shunday keragingman er xotinidan so'rabdi-da, azizim senga bayramda nima sovg'a qilay jonim, sen meni jonimsan, borlig'imsan debdi. Xotini ham erkalanib yetayotganmish-da, shu nozikkina qo'lchalarimga debdi. Qo'llarini o'ynab eri kutib turganmish nimadirki. Yumshoqqina, oppoqina bo'yinchalarimga debdi. Erim bundoq qarab turib, kichkinagina quloqchalarimga ha desa, er bo'ldi, xotin davom ettirmay topdim sizga sovun podarka qilib. Sovun bersa yuvib taralib yuradi deb o'ylaganlar. Siz 8-mart qanaqa kayfiyatda kutib olasiz? Qanaqa sovg'alar taqdim qilasiz yaqinlaringizga? Menmi? Siz Agar menga qolsa, Haydafa agar menga qolsa 8-mart 29-fevralga ko'chirgan bo'lardim. Choylar bormi? Eri bir kuni 8-mart kuni xotinidan so'rabdi. Xotinjon, 8-martga nima podarka qiling desa, bilmadim, jonisi hali o'ylab ko'rmadim-sa. Bo'pti bo'lmasa, senga 1 yil yana muhlat. O'ylab ko'r, keyingi yil xudo xolasa podarka qilaman senga dedi. Menga qara, yosh narsa birpas jim o'tirgin, men seni nimaga olib keldim? Hammani oldida gapiraver. Og'zini yopirasizmi hadi? Nima sharmanda qilaman men sizni? Kichkina odamsan. Ahot kichkina. Yosh katta, men o'tiribman, bular o'tirib. bugun bayram. Ana o'tiribdi ana. Yerga tegmasdan turib salom qildi mana shu. Mashhur gapirasiz. Men nima qildim? Yo'q. Yaxshi qolinglar, uzr. Men nima qildimman? Bayram kishi har doim shunaqa. Mayli. Qizlar, xursand bo'lamiz desa, faqat 8-mart bayram shart emas. Mana to'y hashamlarda ham hazil huzurli qilib, sharoitga qarab hammamiz ham ijroga kirib ketamiz. To'yda bo'lgan hangomalardan eslayishlar, kayfiyatni ko'tarib, To'yda mayli. Yugurib kirdim, kech qolib yurar. O'zi hayotimda kech hali vaqtida kelmaganman. Yugurib to'yxonaga kirib, endi to'yga nechiga aytdim, nima qilib? Voy, bo'ldi, akachon shunda kirdim. Assalomu alaykum, hurmat, endi ozgina muzika ketib turay. Mana shu bugun 2 yoshimizni, mana shu kunlarga yig'ilgan ekanmiz. Alloh ilohim bularga yaxshi o'g'il qizlarni ato qilganda, yana kelib beshikda o'g'il to'yladi, xizmat hammamizga nasib aylasin. Shunday qarasam, chol bilan kampir yubileysi ekanda. Shunday qarab, voy, uzr dedim. Men nima shunaqa ko'p bo'ladi-ya mo'ldapa. Aytib bering, shu bitta joyga aytib bering, keyin men aytib beraman. Ancha yil oldin. Ancha yil yoshligimizda, hozir ham yoshman, endi 18 ga kirdim-ku, bilasizlar-ku. U paytlarda biz ovoz berardik-da o'rtog'im bilan. Nilufar onasi bilan. Bir bizni gitaristimizni to'yi bo'ladigan bo'lib qoldi. Ham o'zi ashula aytardi, ham gitara chalardi. Keyin o'zi sho'xra emasmizmi? O'rtog'im bilan birga hamma mashinada ketyapti-da. Men aytdi, o'rtog'im aytdiki, "Davay dedi ona" dedi. Doirachi bor-ku, bitta doirachimiz bor, baland bo'yli, qo'llari ham bir tut, bizda 5 ta qo'l chiqadi, o'sha tosh. Shuni yava mototsiklda ketamiz deb qoldi. Mashinachi desam, shunda yetib olamiz dedi. Nima qilamiz? Mashinada hardam yuribmiz desa, "Xo'p" deb haligini chaqirib Sattormida otib bir narsa edi. "Yoqqa ket. Biz sen bilan ketmoqchimiz" desak, "Bo'ldi, tamom, chiqish" dedi. Shu bilan men uni ushlab olganman, orqasiga o'rtog'im orqasida o'tiribdi, kichkinaroq. Men bo'yim sanmaroq, u kaskasini kiyib olgan. Ketyapmiz. To'yga ketyapmiz. Mototsikl Yavada. Mana joylar ham bor. Bitta bosdi, baqir yotibmiz, hech to'xtatmaydi. Ko'ylak tepada, sochlari yo'q. Deyapmiz, "To'xtat" desak, "Senlar o'zlaring ketaman" degansanda ketyapmiz. Bir payt bunday qarasam, yo'q. Yulduz yo'q, tushib qolibdi. Men aytdim, "Ey, to'xta. O'rtog'im tushib qoldi" desam, ishlamaydi. Baqirsin, "Tushib qoldi" dedim.
desam bunday qara qani deydi qarsam daryoda voy voy o'tirib borsak to'yxonaga borsak haligi kuyov ansambl endi biz hammamizda kuyov kelin o'tiribdi o'zi ashula aytyapti bugun qo'shni qishloqqa o'zi o'tiribdi qo'shiq aytyapti. Yana bitta narsa Rossiya Moskvaga borganman-da, unda u Ashxobodda ishlayotgan paytimda o'zimcha toza o'rischani bilaman-ku. Yomon bilaman. Yo'q. Ukrainaga bordik. Ukrainaga bordik. Qarasam, Ukrainada gastinisaga kirdik. Ular hammasi ruscha gapiradi. Bir payt bunday bordimda, sizda endi anaqa nima sotadigan, narsa sotadigan. Men aytdim, "Salih Halimaxon, это choy bormi?" deyapman. Desam, "Demay qarab, nima?" deydi. Desam, "Voy" dedim, "Menga qarab, choy bormi?" desam, boshini bunday qimirlatadi, "Nima?" deyapti. "Voy" dedim, "O'zbekcha bilar ekan" dedi. "Domlani chaqiryapman." "Ha" dedi. "Bu yoqqa keladi" dedim. "Mana" dedim, "Nimani bilar ekan" dedim. "O'zbekcha bilar ekan" dedi. "O'zi Ukrainaku" desam, "Qayerdan bilar ekan?" "Bilmadim, mana so'raydi." "Choy bormi?" desam, "Nima?" deyapti. Keyin u qarab turib, "Jinni, bu yo'q" deyapti. "Nima degani?" "Yo'q" degani ekan. Men turmaganman. "Nima?" deyapti deb. Nimaga borib Moskvaga borganda, konkursga borganda, endi aytib beraveraman, konkursga borganda nima siz o'zingiz bor billa boramiz desa, Edvard Qalandarov, Jo'ra hammasi bor edi. Men aytdimki, "Men o'zim boraman, men bilaman hamma yo'lda yo'lni, bilib olganman" dedim. Bir payt yo'l topolmayapman. Borib olganman. Bunday bittasini ushlab oldim-da, bitta o'ris kishini ushlab olganman. "Mene, nada?" "Большой такой" demadi. Maydon esimda yo'qda. "Большой" desam, "Вам хлебный магазин?" dedi. "Нет" dedim. "Красный" demadi. Dekara "Diver" deb qo'yaman desam, "Qo'y diver" dedi. Yana ketyapman. "O'la, Krasniy maydon" deyapman-da, demoqchiman. U yoqqa olib keladi, bu yoqqa olib keladi. Topolmayapman maydonni. Endi bilardim men, bir xayoldan. Keyin oxiri nima deb ketyapti. Bunday ushlab olib, "Bilmaysanmi? Krasniy tam звездочка есть" desam, "Я не знаю" dedi. Dedim. "Tam же Lenin же умер вот так" deganman. Bor. Hadi yururmasa yoqqa borib o'tirib olgin. Bitta joyda o'tirgan. Bir kun men ham xizmatda edim. O'sha bir onaxonning yubileyi edi. Keyin shu ashula aytib turibman, hamma endi hurmatimni joyiga qo'yapti. Ayniqsa bir erkak endi o'qigan, ziyoli ko'rinib turibdi. Hurmatimni joyiga qo'yib, juda ko'p kelib hurmati joyiga qo'yapti. Men ham rahmat deyapman. Keyin ashulamni tugatdim. Kelinida, "Iltimos, Qurbon o'lamni eshitaylik" dedi. Qotib qoldim. "Kechirasiz, Qurbon o'lam ashulasini men bilmayman." Qanaqasiga bilmaysiz? Siz men bilan hazillashmang. Qurbon o'lamni eshitishim kerakman. Keyin u yerda onaxonam turibdilar-da. "Ha? Sizni Qurbon o'lam ashulangizni eshitishni aytganmiz, sizni Maryamxon ayting" dedi. Maryamxon. Bir soat ashula aytib, men Saydiron nimaligini bilmay, Maryamxon bilan o'tirishgan. Hazil qilardi, jimga tegishni yaxshi ko'rardi. Shuhram bu qalbi quvonchga to'lardi, sevardi. Toshlar otardi, quvonib ketardi, quyosh botardi, dilinga botardi. Har kuni yangidan qonimni ko'tardim, sevardi.
bilmading nega sog'inib kelsam yana boshqa kelsam yana sevgilimni mensimading nega yolg'ondan kim o'libdi alamdan kim o'libdi sevganing kim bo'libdi rashk qilgani hech kim sevgingdan bu soxta sevgilingdan ilk sevging qandayin shirin kechir sevgilim meni kechir kechir bir bora meni kechir sensiz o'tmaydi kunim sensiz o'tmaydi sensiz o'tmaydi kunim sensiz o'tmaydi kechir sevgilim meni kechir kechir sevgilim meni kechir kechir sevgilim meni kechir kechir bir bora meni kechir sensiz o'tmaydi kunim sensiz o'tmaydi sensiz o'tmaydi kunim sensiz o'tmaydi kechir sevgilim meni kechir kechir sevgilim meni kechir kechir Bahodir Yo'ldashev kino olgan, u bilmayman uni qo'yishganmi, qo'ymaganmi. Men rolda o'ynaganman. Rol o'ynaganman. Siz aytganingizdek, hali men uncha bilmas ekanman, obrazga kirish kerak, kiryapman, obrazga kiryapman, yig'la desa yig'layapman, lekin unchalik emas shekilli-da. Bunday kulib kelardi-yu. deb boshini qimirlatib, mada qilib kelsa men, menga hozir yaxshi gapirarmikin deb, oldimga kelganda qarsi tushirsa bo'ladimi basharamga. So'ngra o'tib yig'lab bordim. Voyda, yo voyda deb yig'lama dedi. U gapirib yig'la dedi-da ungacha. Bunday qilib g'alati xarakter. Basharam teskari bo'lib qoldi. Dehqon akamiz shaharga kelib bozorda ayollarni yo'qotib qo'yibdilar-da. Keyin militsiyaga borib, ularga murojaat qilib, shunaqa ayolim yo'qotib qo'ydim desa, militsioner xotiningiz belgilari qanaqa desa, qanaqa belgilari debdi. Masalan, meni xotinim debdi militsioner, bo'yi kelishgan, o'zi chiroyli, oyoqlari uzun chiroyli ayol desa, keyin dehqon chol aytibdilarki, voy meni xotinim qari, oyoqlari qiyshuv, tishlari yo'q, ukajon seni xotiningni qidirib qo'ya qolaylik debdilar. To'y haqida Nilufar to'y haqida bir voqea aytib beraman dedilar. Shunaqa bo'lganki, bir rolga chaqirishgan. Osiyoda bo'lgan to'yda. Chiroyli bo'lib kiyinib, sochlarimni tarantirib, endi sezon boshlangan, shu sezonga kirib, birinchi kirishim sezonga. Artistlarning stoli bo'ladi, alohida o'ziga stol qilib berishadi, o'sha yerda o'tiribmiz kutib. Meni oldimda bitta bola o'tiribdi-da, menga nima deydi? Tutqizyapti. Ichgan. Ichsammi? Hech deydi. Men chiroyli bo'lib olganman. Sal chiroyli bo'lib o'tirishim kerak. Yo'q, rahmat dedim. Chiqin yaxshi bo'lar. Chiqin, hech deyapti. Yo'q, rahmat dedim. Joyimni alishtirib oldim. Bu yoqqa o'tirdim. Sen yana yonimga kelib oldi. Chiqsanmi dedi. Hozir dedim, yomon bo'ladi, lekin jahlim chiqmasin meni dedim. Desam keyin deb qilib, ustimga qo'yib yubordi. Siz ustiga qo'yib yubormayman, akam. Deb ustimga qo'yib yubordi. Keyin shunda chochuvni oldim-da, qo'l bo'lib yozib chochuvni oldim-da, yuziga qilib, ma'naqa qilib urib, yuziga artib tashladim, sochuvni otdim. Haligi joyda ma'naqa qilib bo'lib, devorga yopishib kirishib ketganmiz, bir-birimizga ma'naqa urishib. Hech kim ajratmaydi. To'yxona to'la erkak, hech kim turmasa hamma tomosha qilib o'tiribdi. Mazza. De keyin endi men chiroyli bo'lganman, sekin olib chiqib ketishgandan keyin navbat berishdi. Uyalmayman, yana chiqib olib, deb yana aytim, sevganim deb ashulalarni aytib ketganman-da. Mana shunaqa voqealar ham bo'ladi. Mana shu andishalik kelin edi.
Dilnoza Kubayeva bilan raqsdirlar. U o'g'limi, u kelinimi o'ynaydi. Men endi qaynana o'sha gazanda qaynana. Bir mahal shunaqa sahna borda, uni ko'tarib oladi-da. Ko'tarib oladi, keyin men u yoqdan dod deb chiqaman. Voydod, bular kechasi yetmaganda ko'ppa-kundiz ham bir-biri bilan achomlashib yuribdi. Ey, onani mazasiga dod deb chiqadigan sahna bor. Ikkinchi sahnasida kelinni rosa urishdim endi Dilnoza. Mashina qilib turdi-da, oxiri urishganimdan keyin shuni ko'ngli bo'lib yiqiladigan sahnasi bor. Endi o'zi bu qo'yilgan sahna bo'yicha. Mashina qilib urishdim deb, keyin u hech narsa gapirmay shu boshi aylanganini berib yiqilib qoladi-da. Yiqilib qolgandan keyin sahna davom etish kerak. Bir mahal bir erkak pastda o'tirganda, "Ov! Qanaqa odamsan? Kelin o'ldi-ku!" Shunaqa vajohat bilan o'tirgan joyda-da, ha. Katta o'zim shunaqa semiz kishi. Hamma jim bo'lib qaradi. Endi nimadir qilib javob berishim kerak, chiqib ketishim kerak holatdan. Sahnani davom ettirishim kerak. Birpasni turdim-da. O'lmaydi, artist bu, artist. Artistlik qilyapti dedim, chiqib ketdi. Bitta konsertda nimada konsert qo'yadi bayramda, mustaqillik bayramida, keyin ertasi kuni bo'ladi. Konsert qo'ysam, nimada hali aytadi, "Sen qo'rqoqsan" degan qo'shiqda aytmay qo'ydingizmi deb. Shu "sen qo'rqoqsan" deb aytayotgandim-da, ashula aytyapman-da. "Sen qo'rqoqsan" deb aytaman. "Sen qo'rqoqsan" deb aytib bitta chol qarab turibdi menga, aylanib olib yana "Sen qayerga borsam o'sha turgan ekan". Lekin chiqqan ekan bu yoqqa kelib olib, "Berakat, men qo'rqoq emasman. Meni sen qo'rqoq dema, qizim. Men urushlarga qatnashganman. Qayerga borsam sen qo'rqoqsan deb qo'ling bilan ko'rsatasan" deydi. Bozorga boqqan yarashganay aylanam, yigitga maylo yarashganay urguraman. Albatta-yu albatta aylanaman. Meni olasiz albatta urguraman. Bu bo'yida hassang tosh aylanaman. O'tay desam chag'ir tosh ay urguraman. Ay qo'shning o'g'li bordur ay aylanaman. Ko'zi shahlo
tomoshabinlar, siz hamon hajviy ko'rsatuvni tomosha qilyapsiz. Mana o'tirganlar ayollarimiz hammanglar yaxshi bilasizlar, san'at sohasida mana ijodlaridan, to'ylarda bo'lgan hazil-mutoyiba, tasodifiy voqealardan guvoh bo'lib turibsizlar. Endi tangani ikkinchi tomoni bor deb o'zbekda naql bor. Tangani bir tomoni, ikki tomoni bo'lganda, bizani shu yerda o'tirgan mehmonlarimiz oilada qandaysizlar? Oilada bola chaqani oldida, xo'jayinlarning oldida qanaqasizlar? Masalan, Said aka keliningiz necha marta uxlab qolgan, siz necha marta urushgansiz? Shuning haqida ham bir qiziqarli voqealarni eshitaylik. Men o'ynagan rollarimda, teatrdagi o'ynagan qaynonalarimda kelinlarni ko'p urushaman. Kelinlarga azob beraman. Uxlab qolganini ochiqdan aytaman, lekin o'ydagi sirni aytmayman. Men yaqinda qizim uzatganman. Endi uxlab qolish deganda unaqa uxlab ham qolmagan-ku, lekin bir ikki marta "Ma'ludum, men uxlab qolyapman" deb qoldi. Men aytdim-ku, "Nega uxlab qolasiz, kizim?" desam, "Uxlab qol. Yot kuzim" dedim. "Unaqa qilmang qizim, siz ertaman turing-da" dedim. Desam, "Bo'pti" dedi. Yana bir ikki kunmi, bir ikki marta uxlab, yana uxlab qoldim dedim. "Nega uxlab qolasan sen?" Nima qilay qizim, siz so'kishdasiz dedi. "Bo'pti" dedi. Keyin bir kun uxlab qolmay debdi-da. Uxlamabdim, bilmayman. Hali qaynonasi tushib, pastga tushib, qaynonasi mana choy ichib ketar ekanda. Keyin uxlab qolmay, telefon qilib turamiz bo'lmasam, uxlab qolmay, hammasi, u yerdagilar ham hammasi bir ikkitasi bo'ldi, davay, uxlatmaymiz deb keyin sahar soat 5 da turib, o'tirib, keyin 6 da choyni damlab qo'y, hamma o'tirarmish, hech kim chiqmarmiz. Keyin nima chiqyapti? Ochgan soat 9-10, hech kim yo'q desa, shu kuni bozor yakshanba kuni ekan. San'atkorlarning o'z tuprog'i yengil, hamma narsa birdaniga o'zingiz bilmagan voqealar ko'chada yuradi. Oilada qanaqa bo'ladi? Er-xotin urushib, o'sha oilada qolib ketadigan narsalardan birpas urushib, birpas yarashaveradigan sharoitlar, voqealar esingizga tushgan bo'lsa, o'shalar to'g'risida ham gaplashaylik. Qiziq-da. Shaxsan menga qiziq shu narsa. Endi baribir haqiqatan er-xotin urushi doka ro'moli qurishi deganda bo'lmay iloji yo'q. Agar o'zing urush bo'lmasin deb ming xonadonni bir tekisda ushlasang ham baribir kimdir urushtirib qo'yadi-da. Bizda ham shunaqa voqea bo'ldi. Bir ayol qo'ng'iroq qilib endi so'ragan uydan. Saidaxon qayerda? Jumadlar kelin salomda degan. Yana bir pasdan keyin so'rasa challarda degan. Uyda yo'q degan. Yana kechqurun so'rasa, yana kechqurun yo'qlar uyda. Teatrda undan keyin yana to'yga boradilar. Menga qarang, o'zingizlar birga yashayapsizlarmi yo yo'qmi degan. Men o'z juda ham kamdan kam urushaman. Urushganimni ham eslolmayman. Do'kkaromol qurishga ham ulgurmaydi. Nimagaki, jahlim chiqib, anaqa nima qilib o'zi to'g'risini aytaman. Men qanaqadir urushib qoldi deb o'ylashadi. Urush baqirolmayman, ovozim chiqmay qoladi o'sha paytda. Tarbiya zo'rda, erkakka baqirmagin, tik qaramagin deb tarbiya berilgan. O'sha paytda tomog'im ham anaqa ishlamay qo'yib, shunday yashayman, shunday quplab qo'yamanmi? Nima qilganda ekan, boshqa odam orqali taqillatsam, qizimmi yoki uyim debda yarimtasi taqillatyapti, shunday kirib xuddi o'zini masligiga solib nima qilsa, bilaman, kuchim yetmaydi. Voy deb kulaman-da, keyin demanda, shu bilan yana o'sha bo'lib ketadi. Urusha olmayman, gina saqla olmayman, davom etib ketaveradi. Hayot davom etadi yana. Ay, bu bilan bitta gapdan qolinglar demoqchisiz-da. O'shancha bir marta gapdan qoling. kechgacha uy ishidan ortmayman. Go'yo qarab oynaga kimligimni bilmayman. Na teatr, na kino, na konsertga bormayman. Yonimda yursangiz ham eri yo'q ayoldayman. Oh, men yoshligim qani
yoshligim. Oh mani yoshligim, sodda yoshligim. Maza bo'ldi sizga, rosa ko'ngil qo'shligim. Oh mani yoshligim, sodda yoshligim. Maza bo'ldi sizga, rosa ko'ngil qo'shligim. Xullas kalom mana yana xotin urushi, doka ro'molli qurishi dedik. Haqiqatan ham xotin urush janjali har xil bo'ladi. Biz Angliya safariga borganimizda gastrolga. O'shanda hali chiqishlarimiz bo'ldi, ish qilib juda ham ko'p joyda o'zimizni konsertimizni, spektakllarimizdan parchalar ko'rsatdik. Bir kun aziz mehmonlar deb bizani juda bir shahar hokimi, endi hozir o'zimiz hokim deganda ularning ham hokimlari bizani kutib olishdi. Mani sochim mana nima Nilufar kelishib mayda o'rilgan edi o'shanda. Shu sochlarim, kiyimlarim, zibu gardonlarimiz ular shunaqa yaxshi ko'rishib bu narsalarga qarashdi, havas bilanda. Keyin juda qarsilar chalishdi, bo'ldi, o'tdi. Kechqurun bizani bir piyola choyga taklif qilishdi. Haligi joyda keyin men haligilarni yechib, endi o'zimga o'xshab mana shu chiroyli kiyimlarimni kiyib bordim. O'sha paytda menimda sochim mana shu yoqdan kelardi. O'zimning kiyimlarim, sochlarim bilan bordim o'tirishga. Biz endi Jumadlar bilan eng yosh edik ularning orasida borganlarimizda. Ikkalamiz orqada kelayotgandik. O'sha kutib olayotgan haligi hokim, ular mayor g'or deydi. Hech kim bilan anaqa hech kimga e'tibor bermasdan to'g'ri meni yonimga keldi. Endi u paytda hali sal yosh paytim. Kelib, mana shunaqasidan yelkamni silab, boshlarimiz silab gapiraverdi. Men hech narsani tushunmayapman deb kulaman. Jumadlar ham mundoq qaraydilar. Yana mana shunaqa qiladim, men bunaqa qiladim, gapirib sochlarimni silab gapiraveradi. Xijolat bo'laman, shunaqa kuyinib gapiryapti. Oxiri u yoqda askiya qildilar Yodgor aka. Jumadlar xotiningdan ayrilding dedilar. Keyin hamma kuldimi? Jumadlar bir qarasam jahli chiqyapti-da. Endi til tushunmaymiz ikkalamiz ham nima deyotgan ekan deb. Kimda qarasam olayib qarab, o'sha yerda endi mosh so'kadigan bo'lib turibdi. Sen nimaga unga qo'lingni ol demayapsan? Da koshki bilsam, qo'lingni ol deyishimni. U gapirini ha deb turaverdim-da. Keyin qo'rqib ketdim Jumadlarni. Hozir yana ikkalamiz aytib qolmaylar hammani oldida so'kilib qolmaydi.
hay tarjimonga bu yoqqa keling dedim. Tarjimonning ismi ham Yoqubjon edi. Bu yoqqa keling dedim. Nima deyapti bu, tarjima qiling dedim. Endi Jumadlarni oldida o'zimni nima qilishim kerak-da. Nima deyapti, nima qo'yapti. Hali keyin yana mana chaman, ko'karda chaman bo'lib yurmay deyapman-da. Bir mahal shundoq keldida tarjimon, keyin yana unga aytdi, gapingni aytgin, men tarjima qilib beray desa, u bechora voy qandoq hali sochlaring uzun edi, mana shu yeringga tushar edi, ko'ynaklaring uzun edi, qandoq senga yarashib turuvdi bu sochlaring, sen bir kunda bizni yurtimizga kelib darrov anglichanlarga o'xshab sochingni qirqib olibsan dedi. Bechora kuyinib gapirayotgan ekan. Sochimga havas qilib. Mo'jiza yaratmang mayli ayol deb. Shundoq ham bu hayot o'xshar ertakka. Qo'lingizdan kelsa qo'rg'on bo'ling siz. Ayolzor bo'lmasin bir mard erkakka. Nima bo'lganda ham biz ayolmiz. Ayolligimizni unutmasligimiz kerak. Uydamizmi, to'y hashamdami, sahnadami, baribir biz ayolmiz. Bayram muborak bo'lsin. Bayramingiz bilan. G'azal bülbüllarim, baxtime sog' bo'ling opa singillar.
4 ta xotinni kutgandan ko'ra 100 ta erkakni kutgan yaxshi. Axir tugadi, ey. Mayli. Hamma erkaklar nomidan barcha ayollarni tabriklayman. Ey, choyxonaga kelib turinglar.